Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hazarasblik. Hozir bir ma'lumot kelib qoldi. Xivada yangi majmua ochilishi munosabati bilan yangi Xivada, Xiva Arda adashmasam, 3-4 may kunlari kirib aylanish mutlaqo bepul. Borib oilangiz bilan maza qilib hordiq chiqarib, aylanib, yurib, konsertlarda qatnashib, shu yerda ishtirok etsangizlar bo'ladi. Mutlaqo bepul. Soat 8 dan boshlanadi ekan kechki konsertlari. Gündüzgina ham besplatniy bo'lsa kerak tushunishim bo'yicha. Shuning uchun shuni aytib o'ting dedim. Mabodo kimdir qiziqqan bo'lsa, borib bemalol dam olib qaytishingiz mumkin bo'ladi. Xudo xolasa, yetadiganlar bo'lsa, kommentariya yozsangizlar, balkim bir yerlikda chiqishingiz mumkin bo'ladi, xudo xolasa. Bugun siz azizlar bilan shonli tariximiz ustunlari va yangi O'zbekiston poydevori chambarchas bog'langan mo'tabar diyorda, qadimiy Xorazmda diydor ko'rishib turganimdan benihoya xursandman. Xorazmga bir marta kelgan odam unga umrbod maftun bo'lib qoladi. Ishonchim komil. Arda Xiva Xorazmdagi turizm rivojiga yangi sahifa ochadi. Viloyatning ikkinchi tashrif qog'oziga aylanadi.